Qum golemi bor ekan. Har doim shunday ulkanmidi? Menimcha 3 barobar katta. Jang qilaylik. Qanday g'alati. Men qum golemining muhim nuqtasi bo'lgan asosiy toshni ko'rmayapman. O'zining kattaligi tufayli uning tanasi ichidamikan tosh? Agar bu ishlamasa, men seni kesib tashlayman. Men buni bilardim, pichoq bilan qumni kesishini. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, asosiy toshni topib, uni yo'q qilishim kerak. Men shunchaki g'azablantirdim. Bu jinni ochish muammo emas agar shunday qilsa. Meni jahlim chiqdi. Uchta jarohat. Mahorat 3ta jarohat. A-, malaka 0%. Asosiy effekt. Sehrdan foydalanib 3ta qilich turdagi hujumlar kuchaytiriladi. Tafsilotlar effekti. Mahorat ishlatilsa, qilichning kesish kuchi har bir hujumdan keyin 1.5 2.5 ga ko'tariladi. Men uni bir marta kesib tashladim. Sinovga bostirib kirgandan xafa bo'lgandim. Lekin endi sinovga bostirib kirgan ritsarga rahmat aytishim kerakmi? Golem o'zining qismlarini qum bilan qayta tiklashi mumkin bo'lsa-da, men hali ham yadro toshini topishim uchun kesishni davom ettirishim kerak. Yaxshi, tiklanishda davom et. Men seni kesaman. Yana va yana. Qancha ko'p kerak bo'lsa. Bu barqaror. Uning asosiy toshi qayerda? Sen qachon yoqimtoy bo'lding? Birinchi marta yoqimtoy deb ataldi. Jin ursin, u bilan bog'lana olmayapman. Bu juda yoqimli. Sizlar qanday fikrda ekanligingizni tushuna olmayapman. Qum golem tanasining asosiy manbai bo'lsa-da, bu muhitda uni doimiy ravishda ishlata olmaydiganga o'xshaydi. Shuning uchun u hozir juda kichik. Keyin bu degani yaxshi golem, men bilan o'limga borishni xohlaysanmi? Xohlamayman.
Roar. Grrr. Men topdim. Uning orqa tomonida. Uning tanasini kesish qiyin edi, chunki u juda qalin edi. Ammo u yerda deb o'ylash. Shu nuqtaga yetishim uchun 10 daqiqa vaqtim ketdimi? 7-qavatdagi sud jarayonining davomiyligi atiga 40 daqiqa. Men shoshilishim kerak. Sen kichikroq bo'lganingdan keyin tezroq bo'ldingmi? Qanday qiziqarli. Men sen bilan yana bir oz o'ynamoqchi edim, lekin vaqtim yo'q. Siz qo'rquvingizni yengganingizni isbotladingiz. Birinchi sinov jarayoni yakunlandi. Bu manga Animanga Hub kanali tomonidan ovozlashtirildi. Reaksiya Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get yaxshi golimning ruhi. deserve. And we're down. Siz ruhni tortib ola olmadingiz. Oh, jinni, mening malakam. Endi siz ikkinchi sinov maydoniga kiryapsiz. O'z donoligingizni yengganingizda isbotlang. Bu joy ikkinchi qavatdagi sinov maydonidagi orqa qishlog'imi? Kutilganidek, bu avvalgi qavatlardagi sinovlarni amalga oshirmoqdami? Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look me Ovchi orqlar right in the eye? ikkinchi qavatdagi sinov jarayonida men orqlar qishlog'ini vayron qildim. Shundan keyin shunday bo'ldimi? Down to the door. Yeah, someday we run you down to your Check. fall, and they will run you down to your Berserk. yeah, till you can't. Hayvonlar g'azablanganda sodir bo'ladigan hodisa. And where Berserk ork darajali yirtqich hayvon emas. Men juda omadsizman. Wow! Ammo o'ylab ko'ring, siz yirtqich hayvonlar oilangizni yo'qotishdan xafa bo'layotganingizni aniq ko'rsata olmayapsiz. Bir zumda tezlashtirish mahorati faollashtirildi. 3 ta jarohat mahorati faollashtirildi. Hech bo'lmaganda mening oldimda emas. Jack. Bu qanday? Jinnursin, to'g'rimi? Sen oilang o'layotganini kuzatib turishing kerak. Siz donoligingizni yengganingizni isbotladingiz. Ikkinchi qavatdagi sinov jarayoni yakunlandi. Men buni boshqa kechiktira olmayman. Siz ovchi orklar ruhini singdirdingiz. Malaka darajasi 6% ga oshdi. Ruhlar soni 19 ga 30 ta. Ajoyib. Ovchi xanjar mahorati E+. Mahorat 100% malakaga yetdi. Ovchi xanjar mahorati D darajaga ko'tarildi. Darhol tezlashtirish D. Mahorati 100% malakaga yetdi. Darhol tezlashtirish mahorati D+ darajasiga ko'tarildi. Endi siz 3-sinov maydoniga kirasiz. Ikkilanishda yengganingizda isbotlang. Bu sinov hamma joyda.
Bu 6-qavatda hududni qo'lga kiriting. Sinov jarayoni 1 va 2-qavatda bo'lib o'tdi. Shunday qilib men bu sinov jarayoni 3-qavatning nusxasi bo'ladi deb o'yladim. Plitkalarning joylashishi boshqacha. Ma'lumki, minora o'sha ahmoqona sinovdan donolik uchun foydalangan. Men bu minoradan mantiqiy narsalarni kutganim uchun ahmoqman. Inventor, salomatlik eliksiri D-. Hayotiylikka boy maxsus tiklovchi eliksir. Eliksir iste'mol qilinganda chidamlilik va sehrli kuch 20% ga tiklanadi. Shunday yaxshiroq. Sinovlar minorasini ifloslantirish. Men uni tashlaganim uchunmi? Assassinning kabi effekti ishga tushirdi. Harakat tezligi 15%, qolgan vaqt 59 sekund. Men hozircha barcha sinov qoidalarini bajarishga muvaffaq bo'ldim. Keyin bu sinovdan o'tishim uchun men qizil qo'lga olingan kafelni topishim kerak. Ungacha men suvga tega olmayman. Men ancha tezroqman. Hech bo'lmaganda bu menga yeta olmaydi. Yaxshiyamki bu tezlik bilan siz bu sinovning suviga tegdingiz. Jinursan, kuch o'nga kamaydi. Chaqqonlik o'nga kamaydi. Chidamlilik o'nga kamaydi. Qolgan vaqt 2 daqiqa va 59 soniya. Men plitkalar tartibda yorilib ketadi deb o'ylovdim. Sinov minorasi mantiqiy bo'lishini kutganim uchun men shuni oldim. Darhol tezlashtirish. Shunday joyda o'lib ketadi deb o'ylaganmidingiz? Anavi yerda qizil qo'lga olingan kafel. Bu zerikarli sinov tez orada tugaydi. Endi u hech qanday xushmuomalaliksiz meni kuzatib bormoqda. Yana bir oz. Bu manga Animanga Hub kanali tomonidan ovozlashtirildi. Reaksiya qoldirishni unutmang.